Xolajon, o men turgan joyga siz ishlaysizmi? O bering menga buni. Ye, endi nima qilasan? Tirnog'im bilan kavlab beraman. Hozir lapat ko'p kelaman. Ona qanday bu bizga yordam beryapti o'zi? Bir gapi bor-da buni. Qishniz qizim yaxshi ko'rib qoldim. Dugonangni aytayaptimi? Ha. Mana qara, shirikdan besam o'rib berasanmi? Ketdim. Olmish kalotdi. Yo'q, yegani yo'q, ariqqa tashlaverdi Farangiz. Xolajon, mana qo'shniz Madina onasiga meni maqtab qo'ying, yaxshi bo'ladi. Qani kirlarni yuvayapman. Yuvsang mayli borib maqtab kelishim mumkin. Endi men yuvmasam kerak shu kirlarni. Uylanmay o'ylab, Bo'ydoqbek. Mana pulis. Pul kerak emas, men. Agar pul olmayman deganingizda mashinangizga o'tirmasdik. Xafa qiling uni. Yana 50 ming bek qo'shib gulov beraman. Stachini ham bermadi, pas. Oxirgi pulim edi. Ey, unga shuncha rasvot qilganingcha borib nagri sevishingni ayt. Sen tushunmaysan, bu marketing ko'proq maqtab reklama qilish kerak. O'meshingizda to'yga ver. Muncha zo'r uygacha tashlab qo'ymani. Ishim bitti, jentramloydan o'tdi. Pashol berdan. To'ydan oldin xolingiz bilan jiyaningiz meni sizga maqtash uchun qancha umrimni pulimni yegandilar. Ya, u duvaydan yopishtirgan ekan-ku bular. Ha, shuni o'zing aytsang nima bo'laydi? O'zingizchi. Xolam bilan qiz kelsa, vash qo'ymaga uyga, tushundingmi? Ketdik. Bu yerda bizga non qolmadi. Xola, uni qo'shningizni kenja qizim bizga ham to'g'rilab bering.